Baxtga va omadga erishish uchun taqlid emas, tahlil qiling azizlar. Bugun sizlarga juda ham yaxshi ko'rgan bir maslahatim bermoqchiman. Bu taqlid qilmaslik to'g'risida. Siz birovlarga taqlid qilmasdan yashashni o'rganishingiz kerak. Siz tahlil qilishni o'rganing. Taqlid qilganda inson o'zligini yo'qotadi. Tahlil qilganingizda siz kamchiliklaringizni topib emas, o'zingizdan mukammallik, mavjud bo'lgan go'zallik, latofat, iroda, bilim, o'sha tomonlaringizni kashf qilib, siz nimalargadir qodir ekanligingizni anglash uchun siz o'zingizni tahlil qilishingiz kerak. Tadbirkorlik bu 1% qobiliyat, qolgan 99% bu mehnat. Boshqalar qilgan mehnatni siz ham qila olasiz. 1% qobiliyat sizga ham Alloh tomonidan berilgan. Shuning uchun azizlar, hayotingiz o'z qo'lingizda, taqlid emas, o'zingizni tahlil qiling.